Napoleonni shu usulda bir marta tayyorlab yeb ko'rsanglar, boshqachasini keyin yeyolmaysizlar. 400 gramm margarinni qirg'ichdan o'tkazib olib, 3 piyola to'la un solib, uqalab olamiz. Piyolaga bitta tuxum chaqib olib, to'lgunicha suv va bir chimdim tuz solib, aralashtirib solib, xamir qorib olamiz. Xamirimizdan 8 ta duvola qilib olib, qotgunicha xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Orada 600 gramm zgishonkaga oldindan yumshatib qo'yilgan 200 gramm sariyog' solib, shu holga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Keyin xolodilnikdan xamirlarni bitta olib, yoyib 200 gradusda 4-5 minutda pishirib olamiz. Qaranglar, ishib chiqqani. Endi bunga kremlarni surib olamiz. Keyin kremlarni surib, ketma-ket taxlab, oxirgi bittasini maydalab ustiga sepib boramiz. Shunaqa g'ovay bo'lib, orasidan kremlari oqib turadigan nozik Napoleon bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa nozik, og'izda erib ketyapti. Juda mazali.